Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve min vala. Jalaldin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabıda biz Abbasilaniki Moğollar kolda öldürülgen en ahırkı halifesi Mustahsin Billah'niki hayatı ile tanışıp çıkıvatkan bu İslam hilafeti tarihte tuncu kıttim gümran boğan paytaxt veyran boğan Müslümanlar beşiğe tarihte yüz vermegen en ağır musibet, balay, afet kelgen devir boğaçka bu vaqtdagi mezmunlar bekrak ziyade bayon qilingan bu kitobda. Endi Bag'dod ve Bag'dod oilasi haqidagi shu davrda nihoyatda tanlanib kitoblar xotirlangan marsiyalar. Shoirlar Bag'dod ve Bag'dod oilasi haqida nurg'un qasidalarni yozgan bo'lsa-mu, biz Sibtut Ta'avizi degan kishiniki so'zini bu yerda misol sifatida bayon qilib o'tamiz. Bu adam Bag'dod haqida mundaq degan. Bag'dod ve Bag'dod ailesi hemmeyle yo'qoldi, ketdi dedi. Ularning uylaridan tatib, saraylardan tatib yo'qoldi. Vezir faqat qolib qoldi, qolgan uy aholisi qolib vayron bo'ldi. Bu vezir İbnul Alqami degan vezir shu. Bu o'zining jon badliga, o'zining manfaatiga Abbasilar xilofatini setib etgan, Bag'dod xalqini, Iroq xalqini ayni vaqtida setib etgan bir xoin. Ba'zi shu davrdagi shoirlar yana mundaq degan. İslamning turki bo'lgan, islomning jon tomiri bo'lgan, ey Bag'dod, yig'lang, yig'lang endi, vaqirang. Mustahsimga nimalar bo'lib ketdi? Qayg'urib yig'lang deydi. Yoki ey islom ahli ya Müslüman ahli degandek. Ayni vaqtida İbnul Furat bu vazir idi. Vazir minister, yani vizoratning töri idi. Emdilikda bu vizorat İbnul Alqamiga o'tkaldi dedi. Bu İbnul Furat'ningki davrda ajoyib yaxshi so'ralgan. Bu ahli sunniy vel jamoa firqasidagi dаңliq ulamo ham dаңliq bosh vazir shu davlatda. Nurg'un tuhfalarni qo'shgan. Bu kishining tarjimali boshda o'tgan. İslam tarixida buningdek oliyjanob, odil, ulamo, sunnatchi bundaq bir vazir asosan o'tab boqmagan. Endi Bag'dodda shu davrda eng oxirgi xutba, tövendeki xutba. Yani xilofat yiqilgandan keyin Bag'dodda bu xutba asosan bir mezgil o'qilmagan. Yani bu xilofat maqomida o'qilgan xutba bu. Xatib xutbaning beshida mundaq degan: "O'lim orqali ömür zinatlarini vayron qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Bu dunyoning ahligini fana, yani yo'q qilish orqali yoki yo'qlikqa hokim qilgan, yo'qlikqa giribdor qilgan Allohga hamdlar bo'lsin" dedi. Bu xutbami shu keyingi amaliyotga nihoyatda uyg'un aytilgan. Balkim bu so'zniki shu naq vaqtga o'tilib qolgan so'z bo'lishi mumkin. Mana mav qilich buning bilan o'rturdi dedi. Buna demakchi bo'lgani qilich bilan hokimiyat o'rturdi, xilofat o'rturdi. Lekin bu xilofat endi yo'qoldi demakchi. Demak bu xatibmi bu ishniki o'jiz chiqmaydiganligini bu yerda ko'zi yetgan bo'lishi mumkin. Taqiyuddin ibn Abil Yusur Bag'dod haqida mashhur qasidasini yozgan bo'lib, u qasida tovandikicha: Bag'dod haqida yosh oqquzayotganlar uchun nurg'un xabarlar bor deydigan. Nem foydasi? Sening bu yerda turishingning, yosh oqquzishingning nem foydasi? Hamda yaranlarimiz, do'stlarimiz hammasi ketib bo'ldi. Ey Zavroga ziyorat qiluvchilar dedi. Zavro ayni vaqtida shu Bag'dodningki, Bag'dod shahrininki yana bir erkalatma ismi. Kemmanglar. Bu diyar, bu qo'rg'on, bu sepil hamdaovat emas. Bu yerda odam yo'q hamda bu yerda. Xilofatning toji,
poytaxtning toji bo'lgan, butun dunyoga sharaf bo'lgan bu diyor endi vayron bo'ldi. Buni chirib, xarob bo'lib ketdi. Bu davlat chirib, halokat qopladi. Mana bu ziminlarda, bu poytaxtning diyorlarda bu xaroblikning izlari hali ham bor. Bu xaroblik asari atiqalarga yosh to'kiladi dedi. Nurg'un asari atiqalar bor. Yoki bu yoshlarning buning qarab bir to'kilgan izlari bor dedi. Ey ateşte kalbim, yangan kalbim, kalbim ateşten yanıvatıdı dedi. Mana bu jaranglap kelgan bir urush uchun, öldürülüp kelgan bu urush uchun, bu zimin urush tahlikasi qilib qoldi. Bu diyor xarob bo'ldi, vayron bo'ldi. Bunun en egiz munberlerde salib, yani keris belgisi çaqnadı. Bu diyarını hem de Hristiyan popları başkurduğan bop ketdi bu diyarlarını. Nurg'un ayollarimizni Türkler mecburi yo'sinda esir aldı, sabiy qildi, didak qilib oldi deydi. Belki bu tarixdan buyon Türklarniki nurg'un qatimliq besishini tasvirlagan bo'lishi mumkin va yoki shu Moğol qo'shindiki Türklarni tasvirlagan bo'lishi mumkin bu jihatda. Chunki hamda bu Iroqqa besib kelgan qo'shinlar ichida asosiy hozirgi bizning Turkiston diyoridagi turklar ko'p salmoqni egallaydi. Hamda amaliy huquq bosh qo'mondonlik Mo'g'ullarning qo'lida bo'lsa-mu, amaliyotda shu turli askar, andın shu ma'muriy xizmat hammasi turklarniki. Ya'ni bugungi bizning tilimiz bilan aytganda hozirgi Uyg'ur qo'mondonlarning qo'lida edi bu baytda. Ular deydi. Şu stirsizmi ular stirlar edi deydi. Bu belki yani Türklarni bir jihatdan maqtagan bo'lishi mumkin. Yani devletning qurg'oni edi demoqchi bo'lsa kerak, vallohu alam. Xuddi Seljuk Türkleriga o'xshash. Nurg'un aylarning ayliq nuri, ay nuri demoqchi. Jumuldi, yo'qoldi. O aydan endi nur chiqmaydigan bo'lib qoldi dedi. Yani xilofetni bu yerda oyga o'xshatgan bo'lishi mumkin. Nurg'un mal dunyolar bulab talanıp yo'qoldi. Uni kuffarlar o'z mulkiga elib oldi, qo'liga elib oldi dedi. Ularning qilichi ostida nurg'un jazolar, nurg'un qatliamlar bo'lib, gadallar kesildi. Bu orqali gunohlar inshaalloh o'chirildi dedi. To'lidim, jar saldim. Sabiylarning yüzü obro'yi dafsanda qilingan, ularni sappah qonxo'rlarga so'rab ilib bo'lganlikdan bular noit qo'rqib ketayotgan işte holatda. Demek bu she'r orqali, qasida orqali Bag'dodning ayni vaqtidagi qonliq voqealigi, qiz ayollarning asir ilinayotgan, bulan-taloq uchrayotgan, Moğollarning, Türklarning şu paytlarda Moğol qo'shinlaridagi bu narsidi qizlarni bulab-talab qilayotgan, mol dunyolarini bulayotgan degandek umumiy shu vaqt qonliq bir ichinishli voqeani tasvirlagan bir she'r. Olaku xalifini o'ltirib bulab, Bag'dodliklarni o'ltirib bulab, Iroqda o'zinki valilerini bekitib qo'yib, tayinlab qo'yib, İbnül Alqami şu paytda bir Alaviy jamiyatidan bir xalif tiklansa deb ularga chiroyli maslahat bergan. Lekin Mo'g'ullar buningga qo'shilmagan. Hatta buni İbnül Alqamini tashlab etgan, kar olmagan dedi. Bu Mo'g'ullar bilan birga bu İbnül Alqami bir qul dedekka o'xshash bo'lib qolgan. Bir lalma ishit
desekmi bo'ladi. Shu kabi bo'lib qolganda. Bu mu g'am qayg'uda ishchidan ketib o'lgan bu adam. Allah rahim qilmasin, Allah onun gunohlarini afv etmesin deb duo qilgan Jaloliddin Suyuti rahmatullohi alayh. Endi Holakuning Damashq hokimi Sultan Nasirga yozgan xati. Bu Ayyubila sultoni. Holaku Damashqning valisi hokimi Sultan Nasirga xat yozgan bo'lib, bu xatning shakli tövendikçe. Sultan Allah ömrünü uzun qilsin. Sultan biladi bo'lgan ishlarni. Biz Iroqqa kelgan vaqtimizda bizga Iroqning askarlari oldimizga chiqdi dedi. Ularni Allohning qilichi bilan o'ltirdik. Ondan shu davlatningki kattalari, bosh qo'mondonlari oldimizga chiqdi. Bularning gap so'zlari o'zlarini xo'rlaydigan, o'ziga yanadigan, ya'ni o'zini yo'qotadigan sabab bo'lib qoldi dedi. Ammo shaharning egisi, ya'ni xalifa maqsad qilingan bo'lsa kerak. O bizning xizmatimizga chiqqan bo'lsa-mu, lekin bizning qul xizmatimiz doirasiga kirgan bo'lsa-mu, nurg'un narsalarni so'rsak, bizga yolg'on aytdi. Shuning uchun bu yo'qotishga, o'limga loyiq bo'ldi. Buning yolg'onchiligi aniq edi. Bular o'zlarining qilmishlarini naq joyida topdi bular dedi. Ey addi sarayning podshosi, sen bizga javob ber. Ergizmi mening qal'alarim egiz, mustahkam, odamlarim bek urush qiladi deb manda o'ylab qolma, xiyol qilib qolma. Bizga yetishicha bir turkum askarlar sening qo'rg'oningga iltijo qilib qochib beryapti. Seni pana tatib ketyapti. Nega mi qocha olasan? Qochadiganga endi amal yo'q. Bizning su, osmon hammasi bizning besatimiz, ya'ni bizning mulkimiz de. Sen bizning mush xatimizni o'qigan vaqtning o'zida Şamning qal'a qo'rg'onlarini, osmonlarni ya qilsan, uzunligini keng qilsan. Vesselam. Demakchi o'g'ini bizga qal'ani cho'qim ichishing kerak dedi. Ondan uningda yana ikkinchi qatim bir xat avatdi u odamga. Malik Nasirning xizmati ömür uzun bo'lg'ay, ammo ba'd xulasi kalam Bag'dodni fath qilib qo'limizga oldik. Bag'dodning bütün mol mulk, poytaxt podsholarini jildidan yo'qotdik. O podsho mol dunyolarga ait bexillik qilgan edi dedi. Bunda degani endi nurg'un mol dunyo saqlagan ekan. Ularkumu zanglik qilgan. Ey sen mushunchilar mol dunyoni yiqqichilik askar yig'ib davlatni qo'g'itsan olmam degan dushman turib. Oltinning hammasini ertib xalifaning ko'z og'dirib qo'yib o'ltirgan. Erlar odamlar haqida baslashmagan dedi. Bunda degani bo'g'ini boshqalarga o'xshash bizga qulchilik bildirishda ular bilan baslashib qulchilik qildimagan degan bo'lishi mumkin, vallohu alam. Buning podshohlik asholatda qilib qolgan dedi. Uning zikri, shoni shavkati ulug', qadr qimmati zo'r odamdi. Oxiri buningki kamal iyi, to'lin iyi, oxiri buning yo'qoldi. Bir ish kamolatga yetgan vaqtida bu asta-asta hamda buning nuqson qoplaydi. Bu ya'ni yemirilishga boshlaydi dedi. Bir ishni putdi, hamda kamolatga yetdi deb o'ylasang, hamda zavolliq yuzlandi deb xiyol qilsang bo'ladi. Bu bir qonuniyat dunyodagi har qanday ish gullangan davriga yetsa, kamolatiga yetsa, bu uningdan chekinishga boshlaydi. Qonuniyat bu tarixdagi. Biz mangu, texmi biz ziyoda, texmi ortiq bir yukselsak deydigan umidlik odamlar. Allah'ını unutgan, Allah'ımı ularga o'zlarini unuttugan odamlar qatorida bo'lma dedi.
Özüңnің жүркәңдә nima bo'lsa shuni oshkor qil. Ya yaxshilikcha, chiroyli qo'lingda ep qol yoki chiroyli qo'yib. Ya'ni arayonlik munosabatga o'xshab turadi. Ya chiroyli o'yingni tut, ya bo'lmasa chiroyli xatini va deganga o'xshash gap qilib, o'zingniki gapingni ochiq oshkor qil deydi. Bütün dünyanın bu padişahının buyrug'iga yoki chaqirig'iga ovoz qo'sh. Shu vaqtida yomonlikdan saqlana olsa, bu padişahning yaxshi in'omiga erishsa. Mal dunyolarning askarlaring bilan u padişahning huzuriga bor. Ya'ni ular kun demakchi. Bizning elchimizni undaq avar qilib, uni putlikashan olab to'salg'i bo'lma vassalam deydi. Bu gaplarni şu musulmon podshohlar, musulmon vazirlar, ulamolar yozib bermasa, bunchalik arabcha yozolmaydi. O diniy lug'atlardan, diniy iboralardan keltirib. Ondan buningga 3-chi bir xatni yana yo'lladi. Bu xatda mundaq mazmunlar bayon qilingan. Xulasi kalam, biz Allohning askarlarimiz. Biz arqılıq Allah zalimlardan intiqam alıdı. Mutkebbir tağıtlardan intiqam alıdı. Allah'ın emrigi boysunmağanlardan intiqam alıdı. Biz askerler arqılıq deydi. Bana bu bendiler Allah tarafından kayık uçursa, sel yolvasız qilib, gerdenkeş qilib, qapqıga vaqtida biz arqılıq Allah intiqam alıdı deydi. Eğer yani şu tenemmurluq gerdenkeşki yana ezveylep qaytsa bu avallar yana davamlışıdı. Biz nurgun şehir devletlerini vayron qildik, nurgun adamlarni öldürdük. Ayol küçük ballardan tartib öldürüp taşladık. Ey hayatlıqni izləyicisi, ey qıpqağçılar, sizlar yoki sizlar dedi. Burun ketkenlarning qishig'i sizlarmi ketisizlar dedi. Ey g'afillar, sizlarmi shu o'lim yo'qolganlar tarafga mang'isizlar, haydilisizlar dedi. Biz podshoh mana davlat oladigan, egallaydigan qo'shin emas, biz hiyla qiladigan, buzadigan askarlarmiz. Bizim maqsadimiz intiqamdır. Padişahlık gayemiz emasdir. Bizim qishimizga mehmon bo'lib el o'g'allar zulmga uchirmaydi. Bizim adaletimiz meşhurdur. Bizim qilichimizdan kim qochalaydi qana dedi. Buningda ham tahdid. Aynal mafar va la mafar. Qachish yo'q. Qochgan odam menga qochanmaydi dedi. Osman, zemin, yer, kök bizning mulkimizdir. Bizning hayotimiz uchun bütün şirlar bizga bo'ysundi. Mening olqinimda amir xalifalar changalimga tushdi dedi. Biz sizlarning qishingizga borimiz. Sizlar qochsizlar, biz qo'g'laymiz. Bu sözünü tövendeki şiir bilen beytqan Leyla qandaq qays qarzini olganligini, qandaq qarz olab qolganligini bilib qoladi. Qaysi bir qarz egisi bu qarzni so'laydi. Buni bilib qoladi deydi. Bu orqali hamda bu şiir arablardagi mashhur simvollik masal süptidagi şiir. Bu orqali bizning kimligimizni kim bilib qoladi keyin demoqchimda. Biz nurg'un shahar qishloqlarni vayron qildik, bolalarni yetim qildik, nurg'un kishilarni o'ldirdik, ularga nurg'un bizning azobimizni, zulmimizni tetitdik dedi. Ularning kattalarini kichik qildik, amirlarni asir qildik. Sizlar o'zinglarni bizdan qutulib qolamiz deb o'ylamsizlar. Sizlarning bu qilmishinglarni pat fursatda yaqinda bilisizlar. Vaqat azar men anzar. Biz endi ogohlantirib qo'ydik. Endi biz ogohlantirib qo'ydik deb qo'ydik. Endi gapimiz tugdi biz uzrlik. Anımdım demanglar deb.
Bu arqılıq bu üç xil təhdidni əvətiş arqılıq Dəməşqqa olar bu xət yazıb bu arqılıq Dəməşqni egallash qo'ydi bo'layotir. Bu keyingi avvallarni shu Dəməşq tarixidan bilib olsak. Sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.